Qaysi oy bular aka? Aprel. Aprel. Qaysi nimasi? Zotlari qanaqa aka buni? Ha? Karas toza. Karis toza. Toza karas. Bu puli nechi pul deyapsizmi? 2 million karas. Endi keldingiz unaqa berishmadi. Yo'q. Ko'pmi yuzlar bormi? Bor. Nomer qo'yib ketaylik. Qiziqqaniga. Mayli. So'rashgan ko'pda 94lik. 94lik. 344 344 2600. 2600. Mashi Qo'shkachili qo'radan, qo'shkachi qishlog'i Abbosxon aka deb qo'ysa. Abbosxonaga. Telegram WhatsApp bor ekan. Bor. Qaysi oy ekan bunisi? Mayli. Turk shekli ya bu. Chat. Pul nechi pul deyapsiz? 1 million. Pul berishdimi? Yo'q. Endi ketdi. Nomer bermaysiz baba? Bu qaysi oy aka? Nechi pul deyapsiz bu puli? Pul yerdami? Nechi pul? 800 ming. 4 kilo tepasi bordir abi. 4,5 chiqadimi? Aka, bozoringizni bersin. Tulagan bu qo'ra. Bu tulay ekan aka. Pul erishdimi? Chiqadi YouTube'ga. Ha, bozorda eslatib ketamiz. Farg'ona viloyati Quva Toshxo'zdagi mol bozorida yonida parranda bozor. Necha pul berdi aka? 1 million desam 500 ming. Ha, 500 ming so'radi bu. Endi egasi yo'q. Qo'li tulachi. Videoga qana. Bir tulaymi tog'a? 250 ming berdimi? 250 mingga bermayapti. 500 ming. Bormi yana yo mashg'ulotmi? Mashg'ulot. Gabariti bor ekan ha. Katta xo'roz ekan. Nechi puldan deyapsiz toshloqa bularni? 200 mingdan bo'lmaydi. Keyin tuxumga kirar ekan ha? Xolis odam. So'rashim yetdimi? Yo'q, endi keldim. Hozir keldim. Bolasi endi. Ha. Bunaqa ham ko'pda o'zga shunga so'ragan. Ha. Qaysi oy aka? Kim egasi? Shep sizdanmi? Men aka. Qaysi oy? Mayda. Mayda oxir. Nechi pul deyapsiz aka? 800 mingdan baho aytyapti, 700 ming jutiga qilish. Ha, 700 ming. Bormi yana aka yo? Bo'lsa nomer qo'yib ketaylik aka. 91 li ha? 676 676 75 30. 75 30. Manzil qayer aka? Quva stansiya. Quva stansiya. Farg'ona viloyati Quva shahar Quva stansiya. Bunisi qancha shep? Ha, bunisi 1 million. Bu ham shu akadan ekan hozirgi nomer mana shu. Akallar. Qaysi oy aka bu? Maysi. Puli nechi pul? 1,5 million. Nechi pul berdi qiziqqani? 500. Bormi yana yo mashg'ulotmi? Shu xolosmi? O'ta go'zal ekan ona. Bu oshog'i bir tulay shekilli ya. Boshiga yetadi yana. Yanalarda yoshiga to'lar ekan. Puli nechi puli buni? 1,5 ga. Vesi ham bor shekilli ya, bir 5 kiloga yaqin. Pul berdimi? Pul berishdimi? Yo'q, hozir keldim. Endi
Bormi yana yo mashina bori? Ya uyda bor endi. Uyda bo'lsa nomer qo'yib ketaylik. Siz qaysidan endi? Vodiy info aka. Makolar ham sotiladi. Ashini nomerini aytsangiz 90lik 90lik 778 778 3917. 3917. Qayerda adres Quva? Akbarobod. Akbarobod Navro'z. Bu qay mayski shekilli ya aka? Juda kechkiroq. Iyul. Puli nechi pul aka bu? 500 ming deyapti. Pul erishdimi? Yo'q, yo'q. Oz keldi. 500 ming deyapti. Qaysi oy aka bu? Aprel. Aprel. Vesi ham bor shekilli, bir 5 kiloga. Gabarit katta ekan u. Ha, katta narsa bu. Nechi pul deyapsiz aka? 8 ming. Pul erishdimi? Yo'q, endi. Bormi yana yo mashina aka? Emas xolos. Ha, shu bu sotib yuborasiz, bo'lmasam aka. Ha, sotib bo'ldi aka, oxirgi batarada. Ha, oxirlar. Ona zo'r ekan. Qolalar bor, tuxumlar bor. Qiziqarlar bo'lsa, tuxumlari bor ekan, oshtiradigan bo'lsa aka, bir nomer qo'yib ketaylik tuxumiga. 95lik aka. 95lik. 247 247 3500. 3500. Qiziqarlar aloqaga chiqaveradi. Tuxumi bor ekan akalar. Zotga bitta ikkita qolgan ekanmizda, sotilmagan. Shuni tuxumi bolalardan. Ha, mana shu bolalardan bor. Yoshiga to'g'rimi? Ha, u xomiqqa u biroy naryoqda urishgan. Qaysi oy ham aka bu? Fevral oxiri. Biz ham 4 kilo bor ekan-a? Puli nechi pul deyapsiz? 400 ming bozor pul beribdi. Oyog'ini ham ko'ribsiz shekilli-a bu patlari. Yaxshi soldimi? Yo, sindirish bo'ladi. Oyda bitta bor ekan, 300 dollar deya bir qo'yib ko'rish kerak shunga. Uni ko'rsa bu deyapti, u piqi ham normal ekan, bu yosh ekan bu dajindan. Hozir 20 ta qo'roq tutilgan-da bu. Bormi yana uyda? Yo'q, ular Sotib oldingizmi? hozir kecha 200 dollarga olib ketdi. Ha, Samarqandlar ham kelib olib ketaveradi, bir yaxshilardan bo'lsa nomer qo'yib ketavering. Yo, mana uni, yo mana shunaqa. O pulga kim bermayapti bunga? Ha, Ikkalashib ketdi. nomer bermaysizmi mana shu xo'rozga? Nomer bermaysizmi bu xo'rozga? Nomi? Ha, Bor sotilib ketsa-chi. olib berasiz yana uyda bor-ku 20 tacha. Shug'ullanib yuradigan odamlar bari bo'ladi-da. To'g'rimi? Ama shuni olib qo'y. Nechi pul berasiz bo'pti o'zimga? 400 ming qilishdi mushtirib. Bermadingiz 400 mingga. Bozorda turib aldatib o'tmayman. Bozor ushtirishdimi? Tek qo'yib qo'ydim. Ertaman yemini berganim yo'q edi. Fevral 5 ta chiqqan. Bo'ldi, chetirinchi qani? Bir chiyongan tugataychi gaplashamiz siz bilan. O'yiniga javob topgan buni. Otasi 3 marta o'tgan. Bu qalin po'stinlar parnakan tanisizmi? Xo'rozvozlar tanisa kerak, men ham o'zim asakadanman. Asakadan yo'q u Samarqanddan kelib olib ketishyapti mana. Ha, Aka puligini beraverdi, bola oladi. Buni bozorga olib chiqishim keragi ham yo'q. Sizga deyapman-da, manaqa yaxshi ishonchli bo'lsa nomer berib bersangiz tez tugaydi-da bu, tez ishonchli istayotgan ko'p u bor. Aka nechi pul? Buni nechi pul? Qaysi oy bu? May aka. Pul erishdimi? Bo'yin kel. Ashunisi ham ko'raylik bitta. Mayaga. Sotaveradigan qilib, nima bu Ganoy bilan nimami?
Sammesliymi? Qanaqa bu? Qaysi oy bu? Yosh ekan-a, jo'ja. Ha, işte. Ama sifati bor ekan. Puli nech pul deyapsizlar? Pul berishdimi? Avval yopishdimi? Nech pul berishdi? 400 ming. Nech pul deyapsiz aka u to'laydi? Nech pul? Pul berishdimi? 600 ming berishdi.